Marhamat, Azam Xo'ja. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, janoblar, qadrbaland, qadrdonlar, aziz vatandoshlar. 2025-yil 11-iyun barchangizni mana shu koshonada ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Kuyov bola, kelin qo'shni uzunga ko'z qo'ygandek bir-biringizga munosib bo'lganingiz muborak bo'lsin. Kelajakda mana shu yurt ravnaqi yo'lida xizmat qiladigan farzandlarni dunyoga keltirib, sizlarni ularga tarbiyalik qilish nasib va ro'za aylasin. Hayotingiz go'zal va munavvar bo'lishini chin yuragimizdan muborakbod etamiz. Azizlar, kelin kuyovlarimizdan da ko'proq duolarni intizorlik bilan kutgan insonlar bor. Shubhasiz ular bizning Makka va Madinamiz, onajonlarimiz bo'lishadi. Qani edi tabiat qo'lidan kelsa, abadiy etolsa seni umringni, roziman onajon, iloji bo'lsa senga qo'shib bersa men umrimni. Bir kechalik Alloh hurmat uchun 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam, ko'chirsam qalbingga qalbimni kuchim, qarzim uzilmasdan qolar shunda ham. Mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh, senga yuragimdan yasardim haykal. Yo agar bo'lsaydim mohir bir naqqosh, surating chizardim berib ming sayqal. Azizlar, barchangizga to'ylar muborak bo'lsin.